Tadbirkorlar murojaatlari bilan ishlash, ularning faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish hamda qulay ishbilarmonlik muhitini yaratishda joylarda o'tkazilayotgan ochiq muloqotlar o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Viloyat soliq boshqarmasi boshlig'ining Karmanalik tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti jarayonida ham ko'plab ishbilarmonlarning murojaatlari ijobiy hal etildi. Hozir shu haqida. Yurtimiz iqtisodiyotida muhim o'rin egallayotgan kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini har jihatdan qo'llab-quvvatlash bugun amalga oshirilayotgan islohotlarda ustuvorlik kasb etadi. Bu orqali yangi ish o'rinlari yaratish, oilalarning barqaror daromad manbaini shakllantirish hamda farovonlikni yuksaltirishdek maqsadlar ko'zlangan. Eng muhimi, sohani huquqiy jihatdan himoya qilish maqsadida ko'plab me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Karmanalik tadbirkorlar ishtirokida bo'lib o'tgan ochiq muloqotda Prezidentimizning kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotda o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida yaratilgan imtiyozlar xususida ma'lumot berildi. Muloqot davomida tadbirkorlarning korxonani ixtiyoriy tugatishda soliqdan qarzdorlik mavjudligi sababli yuzaga kelgan muammoni ijobiy hal etish, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish uchun K-savdo platformasi orqali auksion savdolarida ishtirok etib yer olish, bitta obyektga ikkita kadastr raqami biriktirib qo'yilganligi sababli noto'g'ri kiritilgan kadastr raqamini o'chirish, qat'iy belgilangan soliqdan ortiqcha to'langan summani qaytarib olish, ikkinchi guruh nogironligi sababli soliq to'lovlaridan belgilangan imtiyozlar hamda imtiyozli kredit olish tartibi bo'yicha tushuntirishlar berish kabi masalalarda murojaatlari tinglandi. Yakka tadbirkorlarni kelib mana shunday bizdan nima muammo bor, qanday sharoitlar yana sizlarga kerak, viloyatdan kelgan o'sha boshliqlarning hammasi oddiy tilda biza bilan erkin muloqot bo'ldi. Erkin biza ham o'zimizning muammolarini aytdik. Men bundan juda ham xursandman. Mana shunaqa muloqotda yana bo'lsin. Shu yerga nechta tadbirkor kelgan bo'lsa, hammasi o'zlarining muammolarini aytishdi va yechim topishdi. Soliq boshqarmasi bilan uchrashuv bo'lgandi. Shu 100 million kredit so'ragandim. Yana yangiliklar qilish uchun marojni yoshlar bo'lib hozirgi burgerlardan shu bank bilan sirazi aloqaga chiqib, ijobiy natijaga erishdik. Rahmat. 4-5 yildan buyon faoliyat yuritamiz. Nima muammo bo'lsa kirganimizda hamma ijobiy yechim topgan. Tadbirkorni qo'llab-quvvatlasa, ishchi o'rinlar yaratamiz. Ishchilar ko'payadi. Mana hozir 40 ta 30 ta yoshlarni ishga jalb qilamiz. Ochiq muloqotda tadbirkorlar tomonidan qilingan 10 dan ortiq murojaatlarning aksariyati joyida qanoatlantirilib, ayrimlariga huquqiy maslahat berildi. Muddat talab qiladigan masalalar nazoratga olindi. Shuningdek, kelib tushgan murojaatlarni joyiga chiqib o'rganish, tadbirkorlarning muammolarini tezkor hal etish maqsadida mas'ullar tadbirkorlik subyektlarida ham bo'ldilar.